Assalamu alaikum hurmatli mekendeshlar, Mastarbi. Bugun число 9 mart 2025-yil. Novqat mal bozorindamiz. Buyursa sizlarga ушул bozor o'zidagi realdi bolalar tartib chiqaramiz. Birden like bosib qo'yinglar, kommentariyaga yaxshi o'y fikr qoldirib, do'stlar bilan bo'lishib, buyursa ушул биздин Байкеч kanaliga söz qatalыңыздар. Sizlarga har doim qiziqli, foydali videolarni chiqarib turamiz. Qanchadan bo'ldi? Ha. Qancha? 15 dan. 15 mingdan bo'ldi. Chef qancha oldi? 180 bo'ldi. 180. Torpoq erkak ekan, ha? Sütü qancha var ekan? Sütü milbeyin deydi. Yo'q, keldilar cho'nkan o'ti. Shunday o'xshaydi. Qanchadan bo'ldi aka shular? Qancha oldi aka вообще? Bo'ldi, aql bo'ldi. Qanchadan bo'ldi va? Aka qanchadan bo'ldi? 31. 31? Yaxshi. Soliq qo'yarkan, ha? O'zi. Qancha oldi aka? 80? Ha, yaxshi. 80. Qanchadan bo'ldi shular, qo'ydilar? 40 bo'ldi aka. 440 ming. Qo'chqor erkak, urqachi. Qo'chqor. Ha, erkak. Aka yanimda yo'q-da. Qancha oldi aka uchovi? 11,5 12dan. 11,5 ha? Vol, sodangizlar, yaxshi berekasini bersin. Mana geltat qo'tirpoqlar suraylicha hozir. Chef qancha oldi? 16 ming. Bo'zbi, qo'shqormi? Chef qanchadan bo'ldi? Buqalar ekan, suraylicha. Chef qanchadan bo'ldi? Qancha oldi aka? 4 ovi? Ya, 12 ming buraya tur keldi-da. 12 mingdan tur keldi deydi. Chef qanchadan bo'ldi da buqalar? 75. 75 deydi. Chef qancha oldi? 15 ya. 15.200 bo'ldi. Qancha oldi aka qo'zli qo'y? 20? 20 deydi. Bu yerda boshinglardan qiladi-da, biroq. Chef qancha oldi? 70. Urg'achi 70 ming. Qancha oldi aka? Ha, 40 mingdan. 40 mingdan bo'ldi. Chef qancha olsa onu? 117? 117 ming. Torpoq urg'achi ekan. Qanchadan bo'ldi qo'ylar aka? 13-14 deydi. Chef qancha oldi? Sotilmay qoldi aka? Ha, sotilmay qoldi deydi. Qancha oldi? 70. 70. Qanchadan bo'ldi qo'ylar aka? 25 mingdan. Qo'chqor bu joy qo'yib? Qo'chqor. Qanchadan bo'ldi aka? Qancha? 35. 35. Qancha oldi aka? Ha? 16 ming. Citat qo'sh. Qancha oldi va? 77. 77. Chef qancha oldi? 67? Yarım. 67 yarım. 67 yarım deydi. Qanchadan bo'ldi qo'ylar aka? 17.250. Qo'ychi, qo'chqor bu. Qo'chqorlar. Qancha oldi?
Ha, Topçakalar kanca kılıvattılar mı ya? Yeni bala. satıldı qancha oldu? 64 yarımga alındı. Ha, 64,5 alındı. Qaysi gruppa? Bu Baykacı'daki YouTube kanalı. Молодец sen. Sodanlar versin. Öldürüyoruz. Vallahi rahmat Allah razı olsun. Şunday da işte söyleyip kalasın. Allah razı olsun. Sındı bu ekte onlar için geldi. Kaçıran mı oldu? Ha dostum. Kaçıran mı oldu? 72. Markasıca? Sarı. Ha barı çoğu var. Ha. 70 milyon deydi. Kança oldu şul? 69. 72. 69. 72. Çep kançıdan mı oldu kızlar? 80'den. Bu kadar. He. Kaç oldu bu kadar? Ha? Şu düzgün boydan ketip kaldı o. 64 de ispi? 64 mi? Ana qayerdansın lan? Şef kança oldu? Aga. O telefonda. Ha 80 değil. 80. Aldın mı? 58 yaşın bir? 58 mi? 16 bin. Kança oldu va? 125. 125. Torfa kurgaç erkek mi? Ha erkek. Erkek. Kançani tuğutken? 125. İkinci balası. İkinci balası değil. Ha billah. Sütü kança var ya ama? Bilmiyorum aleyhine sütü bol yok. Geçe tıkıttı. Ha, yaxşı olubsuzlar. Qanchadan bo'ldi qo'ylar aka? Yo'q, 30 ming. Şef qancha oldi kız? 105. 105 ming buqa. Yaş qancha ekan? 2 yaş. Ha, tuğanlardan uşintip videomuzdu. Keng Xitoy Allah razı olsun bardınız Allah.